Agar hech kim sizga mablag' solmasa, siz o'zingizga mablag' soling. Agar hech kim sizga ishonmasa, siz o'zingizga ishoning. Natijasini shu hamon ko'ra olmasangizmi, natijasini ko'rgicha davomlashtiring. Agar bir natijasi chiqmasa qanday bo'ladi? Agar siz voz kechsangiz, natijasini hargiz ko'ra olmaysiz. Davomlashtiring. Men charchadim. Davomlashtiring. Bu ishni qila olishimga ishonmayman. Davomlashtiring. Bir natijasini ko'ra olmadim. Davomlashtiring. Qayerdan va qanday boshlashni bilolmadim. Faqat va faqat boshlang. Bir ishlarni qiling. Tunji qadamni bosing. Sizning har bir bosgan qadamingiz sizni bir yerlarga boshlaydi. Bir kunlar kelib, siz kayningizga qayrilib qaragan vaqtingizda o'zingizni bir egizlikda ko'rasiz. Qaysi egizlikda va qanchalik egizlikda ekanligingizni bilolmasangiz hech vaqasi yo'q. Faqatla qanday qilib keyingi bosqichga bora oladiganligingizni o'rganib olsangiz, nihoyat tezla bormoqchi bo'lgan va yoki yetmoqchi bo'lgan manzilingizga yeta olasiz. Agar siz voz kechsangiz, agar davomlashtirmasangiz, agar siz tunji qadamni bosmasangiz, bormoqchi bo'lgan manzilingizga bora olmaysiz. Mangu pushaymon ichida yashaysiz. İnsanlar bunu bilmaydi. Çünkü insanlar voz kechadi. Şuna her zaman bir noktadan chiqolmay pushaymon ichida yashaydi. Ammo ular biz hamma ishni sinab baqdik deydi. To'g'ri. Ular hamma ishni sinab baqdi. Hammani sinadi, ammo oxirigachilik bardoshlik berolmadi. Hammani sinadi, ammo davomlashtirish uchun jasorat deydigan bir narsaning lozim bo'lganligini unutib qoldi. Hammani sinadi, ammo ishlar qiyinlashgan vaqtida yurakli holda o'tirib chiqolmadi. Voz kechishni tanladi. Muvaffaqiyat qozonuvchilar hargiz voz kechmaydi. Ular tirishadigan vaqtda, ishlar qiyinlashganda maydonga chiqadi. Hech bir vaqtni zoya qilib o'tmasdan maydonga chiqadi. Shu bir haqiqatga ular boshqa insonlardan farqli holatda yashaydi. Davomlashtiring. Ko'milib qiling va yoki o'tirib chiqing. Qilayotgan ishingiz qiyin bo'lsin va yoki oson bo'lsin. Asti bo'lsin va yoki uzun bo'lsin, muvaffaqiyat meningki deyishni o'rganing. Yiqilishlar, qiyinchiliklar, umudsizliklar, yanala muvaffaqiyat meningki deyishni o'rganing. Dunyoning eng qiyin ishiga qarab ketayotgan bo'lsangizmi, davomlashtiring. Har qanday ish sizning o'ylaganingizdek davom qilmasimi, davomlashtiring. Hamma narsa umidsizlik ishida ko'rinsimi, davomlashtiring. Agar siz hargiz voz kechmasangiz, muvaffaqiyat qozonasiz. Qilayotgan ishingizning mukofotini olishni o'ylasangiz, to'xtamasdan tirishishingiz lozim. Bir kun emas, har kun, har soat, har minut. Davomlashtiring.